Rahmat Sharif aka. Arzimaydi senga. Ertaga ishga kechikma. Assalomu alaykum dadasi. O'ynashing uyga chop kelib qo'ydimi? Dadasi, siz yeb qo'ydingizmi? Boshlig'imiz-ku, taniysiz u odamni. Nima? Boshlig'ing bo'lsa, uyga chop kelib qo'yadimi? Qo'ni qo'shnilarning oldida sharmanda bo'ldik-ku. Dadasi, nimalar deyapsiz? Axir mendan tashqari ikkita ayol ham bor edi. Ularni tashladik. Oxirida biz uyimiz ekan. Kim meni tashladilar? Ishonmasangiz telefon qilib so'rang. O'z ko'zim bilan ko'rdim. Tirjayib xayrlashding. Menga qara. Dadasi, O'ldirib qo'yaman seni, tushundingmi? Yo'qol uyimdan. Yo'qol! Yo'qol iflos. ketaman. Ketaman. Uyingiz boshingizdan qolsin. Yo'qol! Iflos. Bolam, ikkita siningni ketma-ket bo'yi yetgan bo'lsa, uni ustiga katta siningga sovchilar kelib turgan bo'lsa, shu paytda seni qizlaring bilan bu yoqqa kelib o'tirishingni qara. Oyi, tor qorningizga siqqanman. Nahotki keng hovlingizga sig'mayman. Men bunaqa deyotganim yo'q, qizim. Unda nima oyi? Shu qizlaring qop-qati bo'lib qolganda, arazlab shu yoqqa kelib o'tirishing yaxshimi endi, a? Oyi, erim bo'lar bo'lmasga janjal chiqaradigan bo'lib qolgan. Qanaqadir bir folbinni gapiga kirib meni uydan haydadi, oyi. Bolam, ertaga sovchilar kelib qolsa, sani qizlaring bilan bu yerga kelib o'tirganingni bilsa, nima deb o'ylashadi, a? Iltimos, meni to'g'ri tushungin, qizim. Singillaringni baxtini bog'lamagin. Undan ko'ra-chi, uyingga borib ering bilan yarashgin, bola. Yo'q, oyi. Erimni kamsitishlariga, shubha gumonlariga boshqa chidolmayman. Bormayman men uyiga. Unga folbinni gapi muhim, oilasi emas. Voy, tavba. Unda nima qilmoqchisan? Oyi, siz xavotir olmang. Men bir boshqa yo'lini topaman.